Redmi 17 chiqdi va bu demak Redmi 15 dan kuchliroq. Shundaymi? Yo'q, shoshmay turing, chunki har doim ham yangi chiqqan raqam kuchliroq bo'lavermaydi. Do'stlar, hozir bir necha daqiqalar ichida aynan mana shu Redmi dan 17 va Redmi dan 15 modellarini solishtiramiz. Unda biz boshladik. Do'stlar, ikkala smartfonimizda ham 6.9 dyumli IPS ekran bor, lekin Redmi 15 da Full HD Plus aniqlik va 144 Hz mavjud. Ammo Redmi 17 da esa 120 Hz bo'lsa ham ekran aniqligi bor va ya'ni 720 piksel bo'lishi mumkin. Kundalik foydalanish uchun ikkala smartfonimiz ham ishlaydi, ammo siz tezlik va o'yin uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, unda Redmi dan 15 modelimiz kuchliroq. O'rtoqlar, eng katta yangiligimiz ikkala smartfonimizning ham batareyasida, ya'ni Redmi 15 da 7000 mAh batareya va 33 vattda quvvatlash bor. Redmi 17 da esa batareya 7500 mAh ga va quvvatlash tezligi esa 45 vattga oshirilgan, ya'ni batareya jihatidan aynan yangi chiqqan modelimiz ustunroq keldi. Sabab Redmi dan 17 modeli biroz og'irroq, ya'ni 232 gram. Redmi dan 15 modelimizda esa ushbu og'irlik 217 gramni tashkil qiladi va 17 modeliga qaraganda yupqaroq, ya'ni bitta qo'lda ishlatish uchun 15 modelimiz juda ham qulay. O'rtoqlar, endi kamerasiga o'tamiz. Kamerasida unchalik o'zgarish yo'q. Ikkalasida ham 12 megapiksel asosiy kamera va 8 megapikselli oldidagi kamerasi bor. Video sifati esa maksimal Full HD va 30 pikselli kadrlarni ola oladi. Xulosa qilib aytganda do'stlar, Redmi dan yangi chiqqan 17 modeli batareyasi katta, quvvatlash tezlashgan va Hyper OS bilan kelmoqda. Ammo ekran, 5G va protsessor bo'yicha Redmi 15 hali hanuz oldinda. Endi aytingchi, siz ushbu smartfonning ikkisidan birini sizga taqdim qilishganda qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Izohlarda yozib keting.